bunaqa narxga bunaqa plyus hech kimda yo'q. Hasan Germaniya brend bo'lsa, ham tortchilik ko'ring, juda ham mo'shni bo'lsa va narxi sutdek. Ko'pchilik klientlar mendan yengil plyus bering, xona-xonaga olib o'tib olsam bo'lsin derdi. Mana sizlarga 1 kilo ham chiqmasa kerak, juda ham yengil, juda ham udobli, lekin tortchi o'pirib oladi narxi oxirida. Sen tortchini ko'rding, mo'shni bo'ladi. Endi yaqinroq kelib, mana shuni chiqaramiz, bu yo'g'ini chiqaramiz. Buni o'rniga sizlar bemalol xohlasanglar burchaklikini, xohlasanglar mebellikini qo'yish tavsiyalar bo'ladi. Bu nimaga yaxshi? Mini plyus bo'ladi. Mebellarga, moshinalarga tavsiyalar bo'ladi. Negativlar keladi, gilamni ishlatmayapsiz deyshadi. Gilam ham bor sizlar uchun. Sifatni ko'rdinglar, juda ham mo'shni plyus bo'ladi. Eng mazza bo'lgan joyi narxida bo'ladi. Sizlar xursand qilaman inshaalloh. Xo'p, narxi $49. So'mga yozib ketamiz. Bunaqa narx texnika obzorda sizlar uchun bo'ladi. Atigi $49. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab mavjud. Aloqaga chiqasizlar. Chunki mehnat uchun like bosishdan chiqmasdan charchamaylar, sog' bo'linglar.